o'zimiz ishlab chiqargan milliy ko'mirli kotyorimizni ustonovka qilgani Andijon viloyati Jalaquduq tumaniga yetib kelganmiz. Ko'rib turganlaringdek kotyorimiz utuplonli variantda nijniy garena hisoblanadi. Pastdan yonuvchi kotyor turiga kiradi. Kotyorimizni ochsangiz xuddi shu yeriga mana shunaqa o'tinlarni tashab birinchi qadam yoqib olinadi. Yoqib olingandan keyin bu rosa cho'g'ib olgandan keyin ustiga ko'mir, areshka ko'mirga yonadi. Ko'mirda maydasiga yonmaydi, yirik ko'mirga eng kichkinasi bodamdek yoki yong'oqdaqa bo'lishi kerak. O'shundan tepasini kattasi kalladek bo'ladi. Mana shu eshikdan siqib olganini 100% yoqaveradi. O'tinni ham yoqaveradi. Mana shu yerga to'ldirib qo'yasiz, ozayib olishi bilan o'g'lingizni, keliningizni shuni ustiga tashlab yana to'ldirib, tagidagi kulini olib, achiska qilib tozalab tursangiz bo'ldi. Tagidagi kuli ko'mirni sifatiga qarab tushadi. Misol sifati zo'r bo'lsa ozroq tushadi. Sifati jicha chataqroq bo'ladigan bo'lsa ko'mirni musuri ko'proq tushadi. Shu ko'mirni kulini to'lib qolmasin, shunga qarab bir sutkadan 3 sutkadan xabar olib, kulini olib tozalab berib tursalar ham bo'ldi. Kotyorimizni to'rala eshigi ligirovka bo'ladi. To'rov eshigi ham ligirovka bo'ladi. Mana ko'rib turganingiz o'zini maxsus qoplamalari bor. Hamda eshiklarimiz mashinaning eshigini singari ligirovka bo'lib, past-baland bo'lib, tutun qo'yib olsa, ozaytirib, kulishda o'zingiz to'g'irlab olsangiz bo'ladi. Bu eshigi esa kotyorimizni teplameni bor. Teplameni tozalash uchun qo'yilgan. Mana kotyorimizni 3 metr teplameni bor. Ilonizi bo'lib, keyin dimoxod ko'riladi. Bu dimoxoddan chiqayotgan issiqlikni dimoxodga chiqib ketguncha issiqlikni kotyorimiz effekti o'z kuchini olib qoladi. Suvga berib, uncha issiqlikni dimoxodga berib olmaydi. Buni tozalash uchun eshikni ochasiz, tozalab bundan tushgan qurumlarni xuddi eshik orqali olib tashlasangiz, juda ham qulay ravishda qilib ishlangan. Hamda kotyorimizni nijniy garenani pastda ko'lash uchun o'zini maxsus rechaylari bor. Xuddi shunaqa ko'laysiz, aqabaqa qilib ishqlar orqali ko'lab, yonmay qolsa mabodo, shunda ko'lab oladi. Hamda slivni suvni to'kib to'ldirgani joylari bor. Xo'p, kotyorimizga xuddi shunaqa nerjaveyka dimoxoddan qo'yganmiz. Bugungi sanamizga 17-mart sanasiga 410 ming so'mdan bo'lyapti. Ichi ham tashi ham nerjaveyka, utuplonniy konsat bermaydi. Xudo xolasa